Hojoti mahallasiga 1,5 sotuvlik ushbu korobka holatdagi kottejni obzorini olishga keldik. Kottejimizda 1,5 sotuv, santexnika elektrik ishlari bitgan. 2 qavat, 5 xona plus oshxona, 3 ta sanuzeli bor. Faqat kosmetik ishlari qolgan. Bu bitta mashina kirishiga garaji bor. Kichkinagina bo'lsa ham zilon zona tashib ketishgan ekan. Kosmetika ishlarini o'zi qolgan. Hozir obzorda ko'rsatamiz.